Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugundan boshlab sizlarga ESL English Reading Nasiba Sevgining kitobidan Advanced Passage'lardan tarjima qilib kunlik darslar tayyorlab boraman. Nima uchun buni Intermediate and Upper Intermediate passage'lardan boshlamadim? Chunki internetda qarasangiz bunday passage'larni tarjima qilib YouTube'ga joylaganlar juda ham ko'p, lekin hech qayerdan men shu paytgacha Advanced passage'larni topa olmadim. Shuning uchun birinchi marta, balkim bordir-ku, men ko'rmagandirman, birinchi marta tarjima qilishni boshladim. Va men bu kitobni o'zim bir marta chiqdim va multi-level testidan 2 yillikdan so'ng 75 ball olishga muvaffaq bo'ldim. Juda ham foydali kitob va darslarni bugundan boshlaymiz. O'ylaymanki, sizlarga foydali bo'ladi. The International Olympic Committee, Xalqaro Olimpiada qo'mitasi. At the Congress of Paris in 1894, the control and development of the modern Olympic Games was entrusted to the International Olympic Committee, the IOC, with headquarters to be established in Switzerland. Xo'p, 1894-yilda Parijda o'tkazilgan kongressda zamonaviy olimpiada o'yinlarining rivoji va ularni nazorat qilish Xalqaro Olimpiada qo'mitasiga yuklatildi. Bu Xalqaro Olimpiada qo'mitasi IOC deb yuritiladi va uning bosh ofisi Shvetsariyada tashkil topdi. Today, the committee was responsible for maintaining the regular celebration of the Olympic Games, seeing that the Games are carried out in the spirit that inspired their revival and promoting the development of amateur sport throughout the world. Bugungi kunda qo'mita Olimpiada o'yinlarining doimiy nishonlashni ta'minlashga javobgar va o'yinlarni ularni qayta tiklangan ruhida o'tkazdirishni oldindan ko'rishga javobgar va dunyo bo'ylab ko'ngilli sportning rivojlanishini rag'batlantirishga javobgar hisoblanadi. Okay, the Origin Committee in 1894 consisted of 14 members in addition to Pierre Coubertin. Agar noto'g'ri talaffuz qilgan bo'lsam uzr. The leader of the movement aiming to restart the Olympic Games of ancient Greece, and since then membership has been held perpetuating. Okay. Original Committee, asl qo'mita yoki original qo'mita 1894-yilda dagi asl qo'mita 14 ta a'zodan tashkil topgan. In addition to'ni bilasiz, biror bir narsaga qo'shimcha, yana qo'shish maqsadida ishlatiladi grammatikada. 14 ta a'zo va shuningdek Pierre Coubertin dan tashkil topgan ekan. Bu Pierre Coubertin olimpiada qadimgi Yunonistondagi olimpiada o'yinlarini qayta boshlashni maqsad qilib yurganlarning lideri hisoblangan va bu a'zolik o'zini o'zi saylagan. Ya'ni bu 14 ta a'zo keyingi yangi keladigan a'zolarni shular saylashgan. Self perpetuating degani o'zlarini o'zlari saylash, o'zlarini o'zlari boshqarish degan ma'noda kelyapti. Convinced that the downfall of the ancient Olympic Games had been caused by outside influences that undermined the spirit of the Games, Coubertin felt that the revived Games would go the same way unless they were in the hands of people whose concern was to keep the spirit of amateur sport alive and who were responsible in no way to any outside influences. Xo'p, qadimgi olimpiada o'yinlarining mag'lubiyati, ya'ni yo'q bo'lib ketishi, halokatga uchrashi tashqaridagi ta'sirlarning natijasida kelib chiqqan deb ishoniladi, o'ylaniladi va Coubertin shu narsani his qiladiki,
hozirgi tiklangan o'yin ham agarda ular odamlarning qo'liga o'tmasa xuddi shu yo'ldan ketishi mumkin deb o'ylaydi. Qanday yo'ldan? Ya'ni tashqi ta'sirda yo'q bo'lib ketishi mumkin deb o'ylaydi. Qanday odamlarning qo'liga o'tmasa? People whose concern was to keep the spirit of amateur sport alive and who were responsible in no way to any outside influences. Ya'ni ko'ngilli sportni doimo qolishini, ruhini saqlashga xavotir oladigan odamlarni qo'liga o'tmasa yoki hech qanday tashqi ta'sirga, kuchga javobgar bo'lmagan, ya'ni mustaqil demoqchi bu yerda. Responsible in no way to any outside influences deganda mustaqil bo'lgan odamlarni qo'liga o'tmasa xuddi eski olimpiada o'yinlari holatiga tushishi mumkin deb o'ylagan ekan. Thus, IOC members are regarded as ambassadors from the IOC, their national sport organizations. Shu sababli IOC, ya'ni International Olympic Qo'mita a'zolari o'zlarining tug'ilib o'sgan milliy mamlakatlaridagi sport organizatsiyalariga xuddi ular IOC dan bir vakil sifatida qaralgan ekan. They are in no sense delegated to the committee and may not accepted from the government of their country or from any organization or individual any instructions that in any way affect their independence. Ular mutlaqo qo'mitaga vakil hisoblanmaydi va ular hukumatdan, o'zlarining mamlakatidagi hukumatdan biror bir ko'rsatma olmaydi yoki biror bir organizatsiyadan ko'rsatma olmaydi yoki biror bir shaxsdan ko'rsatma olmaydi. Ya'ni ularning mustaqilligiga ta'sir qiladigan, ya'ni ular mutlaq mamlakatidan xoli insonlar hisoblanar ekan. Qaysi insonlar? Ya'ni Xalqaro Olimpiada qo'mitasiga a'zo bo'lgan insonlar o'zlarining mamlakatidagi hukumatlari tomonidan hech qanday ko'rsatma yoki ularga bir delegate bo'lmas ekan. The IOC is a permanent organization that elects its own members. Demak, IOC bu doimiy bir organizatsiyadir. O'zlarining a'zolarini